Ismim Suhrob, hozir 27 yoshdaman, ammo bu voqea 7 yoshligimda sodir bo'lgan. Do'stlarim bilan deyarli 2 yildan beri odatiy har doimgi parkda aylanardik, ammo so'nggi 5 oyda biz bir g'alati erkakni sezib qoldik. U qisqa, semiz va doim skameykada o'tirardi. U soatlar davomida bizni va boshqa bolalarni kuzatib o'tirardi. Bu voqea 2003-yilda sodir bo'lgan va bizda yordam chaqirish uchun hech qanaqa mobil qurilma yo'q edi. Uyimiz park yaqinida bo'lgani uchun ota-onamiz bizga ishonishardi. Bizga u erkak doim g'alati, noqulaylik tug'dirardi. Bir kun va nihoyat bizni yonimizga keldi. Men va 3 ta do'stim birgalikda o'tirgan edik. U aytdi, yangi uyiga borishimizni, u bilan o'yinlar o'ynashimizni va yangi hayvonini tekshirib ko'rishimiz kerakligini aytdi. Biz kichikligimiz uchun shunchaki unga ishonib orqasidan ketayotgandik. Uyi 20 daqiqacha uzoqlikda joylashganini aytdi. Biz, men, Mohinur va Shohruz yana bir do'stim bilan birgalikda uni uyiga ketayotgandik. Shunda yonimizdagi politsiya mashinasi sekinlashdi. Shunda bir politsiyachi bizni kuzatib turgandi. Buni erkak ko'rib qoldi va nimagadir qo'rqib ketgan holatda tezroq uyiga borishimiz kerakligini va bizga bu qo'shimcha vaqt ekanligini aytdi. Shunda politsiyachi baland ovozda "To'xta, sen qo'lga olinding, joyingga qot" deb baqirdi. Erkak qochib ketishga urindi, ammo uning yoshi, ko'rinishi va semizligi tufayli uncha uzoqqa qochib keta olmadi. Shunda bir politsiyachi unga tashlanib, uni yiqitdi. Ikkinchisi esa bizdan nimaga bunday bo'lganini so'radi. Biz esa hammasini tushuntirib berdik. Shunda birinchi politsiya mashinasi bizni uyimizga, ikkinchisi esa uni qamoqxonaga olib ketdi. Politsiya uydagilarimizga aslida nima bo'lganini tushuntirib berdi va uydagilarim meni shunchaki bog'ga borishimni taqiqlab qo'yishdi va bu narsani tushunishim uchun hali yoshligimni aytishdi va qachonki 24 ga to'lganimda men buni tushundim. Bu erkak bola o'g'risi edi va u bolalarni o'g'irlab, qo'pol qilib aytganda ichki organizmlarini sotardi. Men buni tushunganimda juda ham g'alati bo'lib ketdim va agar uni qo'liga tushib qolganimizda biz bilan nima sodir bo'lishini tasavvur qilib qo'rqib ketdim. Erkakni hech qanaqa sud qilmasdan va shunchaki uni qamoqqa tiqib qo'yishgandi. Dadam menga tushuntirib berdi, u bu jinoyati va boshqa jinoyatlari tufayli 50 yilga qamalib ketdi.